Assalomu alaykum. Mana hurmatli hamkasblar, quyosh panelining ustidagi changni qanday tozalanadi degan ko'pchilikka qiziqtirgan savolga mana robotimiz ishlayapti. Mana quyosh paneli yordamida ishlaydi bu ham. Hech qanaqa tuk kabel tortilmagan. Hech qanaqa kabel tortilmagan robotlar yordamida tozalanadi. Mana panelning ustini cho'tkalar yordamida tozalab ketyapti. Hammaga qiziq bo'lgan savol, kech tushdiki, panellarimiz o'zi avtomatik tarzda o'sha dasturlangan, ya'ni programmalashtirilgani uchun o'zi panellar osmonga qarab yotgan vaqtda bu robotlarimiz ishga tushadi va quyosh panellar ustini tozalashni boshlaydi. Har kuni kechki vaqtda 4-5 marotaba borib keladi har bitta robot. Bu har bitta qatorga bittadan robot qo'yilgan. Mana shu qolgan robotlar ham mana shunaqa vazifa bajarish uchun qo'yilgan. Qiziqqanlar uchun mana robotimiz o'z vazifasini bajarib panel ustidagi changlarni tozalab qaytib kelmoqda. Mana o'zini joyiga keldi va mana ko'rishingiz mumkin. Bunda cho'tka, yuruvchi roliklar, mana ko'pchilikni qiziqtirgan qurilma. Albatta Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu narsa ham mana o'z nima deydi, garajiga deydimi, o'sha garajga kelib joylashadigan jarayoni. Mana keyingi robotimiz ham o'z ishini bajarib qaytmoqda. Mana ko'rishingiz mumkin. Albatta hammaga qiziq bo'lgan savollarga javoblar. Mana o'zini iniga kirib olyapti. Ko'ring va zavqlaning. Bu Xitoy degani balo, hamma narsani yaratganiga ham qoyil lekin. Mana sizlarga texnologiya, mana sizlarga fantaziya. Bu robotimiz nimalardan tashkil topgan albatta ko'pchilikka qiziq. Robotning ustida bitta quyosh paneli bor. Bu harakatlanuvchi roliklar va mana bu yerda nimalardir deb yozilgan. Xitoychalab. Mana 180 watt, 24 volt, 7,5 amperda o'zgarmas tokda ishlar ekan. Mana qiziqqanlar uchun Intelligently Pave Cleaning Robot deb yozib qo'yibdi. Albatta made in China. Menimcha bu yerda qanaqadir harakatlanuvchi o'zgarmas tok dvigatellari bor. Mana bu yerda mana bu motor bo'lsa kerak, adashmasam. Albatta mana shu motor ekan. Mana ko'pchilikka qiziq bo'lgan savollarga javoblar. Bu o'zi kelib, narigisini ko'rsangiz, kelib joylashayotgan, ana kelyapti-ku mana. Yurib kelyapti. O'shalar kelib joylashishini ko'rasiz. Mana bu yerda tepasida antena bor. Bu yerga signal keladi. O'sha signal orqali bu o'zi harakatga keladi. Mana bu yerda qanaqadir nimalardir bor, antenalari, roliklar.